Falsafa yangi O'zbekiston uchun muqaddima. Har bir davlat kitobga o'xshaydi. Unda sarlavha bu konstitutsiya, muallif bu xalq, ammo muqaddima bu falsafa. Falsafa yo'q bo'lsa, islohot nima uchun kerak hech kim bilmaydi. Falsafa bu fikr madaniyati, bu haqiqatni savollar bilan izlash, bu hayotni tushunish uchun aqliy mashq. Falsafa bu yurak va miyaning birgalikda ishlashi. Bugungi jamiyatda axborot ko'p, ammo tafakkur kam. Shuning uchun bizga shunchaki ma'lumot emas, ma'no kerak. Rahbar uchun u qarorlar ortidagi asos, o'qituvchi uchun u darsning ruhiy negizi, talaba uchun fikrni yo'naltiruvchi ichki kompas, jurnalist uchun fikrni filtrovchi vosita. Falsafa yo'q joyda siyosat, shovqin, ta'lim, matn, islohot bezak bo'lib qoladi. Germaniyada talabalar Kantni tahlil qiladi. Fransiyada har bir litseyda falsafa majburiy fan. Hindistonda falsafa ma'naviyat negizi sifatida o'rganiladi. O'zbekistonda esa biz uni faqat imtihon uchun o'qiyapmiz. Lekin bu yondashuv o'zgarishi kerak. Falsafa bu diplom uchun emas, yashash uchun kerak. Maktablarda o'ylash soatlari, universitetlarda sharq va g'arb falsafasini chuqur kurslari, har bir vazirlikda strategik tafakkur bo'yicha mashg'ulotlar, blogerlar ommaviy axborot vositalari falsafiy savollar asosida post qilishni boshlashi kerak. Yangi O'zbekistonni qurish bu qurilish emas, fikr shakllanishi. Fikr esa falsafadan boshlanadi. Falsafamiz millat yo'nalishsiz kemaga o'xshaydi. Yel bo'lmasa ham yo'l yo'q. Men falsafani yangi O'zbekistonning muqaddimasi deb bilaman. Sizcha?